Eng chiroyli gol muallifi Eldor Shomurodov. Assalomu alaykum barchaga. Birinchi navbatda yurtboshimizga shunaqa natijaga qaramay bizni qo'llab-quvvatlagan va barcha shu yerga kelgan issiqligiga qaramasdan kelib shunaqa bizni qo'llab-quvvatlayotgan va Amerikada turganimizni qo'llab-quvvatlab turgan barcha muxlislarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shuni ayta olaman. Yomon natijaga qaramay bu narsadan O'zbekiston futboli va O'zbekiston yutdi deb o'ylayman. Chunki shuncha odamlarni birlashtira oldik o'sha futbol orqali. Buni o'zi bizni faxrlanishga aniq qiladi deb o'ylayman. Albatta natija uchun barchadan uzr so'raymiz. Lekin bu narsa biz kelajagimiz uchun albatta undan keyin qayerga qarab intilishda hammamiz bilib oldik. Yana bir marta barchaga rahmat aytaman. Mana shunchaki qo'llab-quvvatlagan odamlarni ko'rib, o'sha Amerikada turib muxlislarni qanday qo'llab-quvvatlaganini ko'rib, har bittamiz shuni berdik. Mana shu yurtda tug'ilib faxrlansak arziydi. Chunki bu narsa biz uchun juda ham katta narsa. Shuncha odam bizni qo'llab-quvvatlayapti. Barchaga kattakon rahmat.